Volmer brendi hashamatli oshxonangiz uchun ko'p funksiyali premium klassdagi Wien 406 BSI model muzlatkichini e'tiboringizga havola etadi. Katta oilalar uchun mo'ljallangan muzlatkichning umumiy hajmi 446 litr, sovutish kamerasi 300 litr, muzlatish kamerasi esa 146 litrni tashkil etadi. Muzlatish kamerasidagi No Frost zamonaviy texnologiyasi havo bilan muzlatishi hisobiga kamera devorlarida muz hosil bo'lmaydi. Qora oynali va rangli sensor boshqaruv paneli oshxonangiz dizayniga yanada hashamatli ko'rk bag'ishlaydi. AES sterilizatsiya funksiyasi muzlatkich havosini 100% gacha doimiy tozalab turadi. Clean Ador funksiyasi muzlatkich bo'linmalaridagi noxush hidlarni bartaraf etadi. Smart funksiyasi mahsulotlar uchun zaruriy optimal haroratni tanlab, belgilab beradi. Bundan tashqari Pesticide Reduce funksiyasi meva va sabzavotlarni yetishtirishda qo'llanilgan kimyoviy moddalarning zararli ta'siridan to'liq xalos etadi. Deep Freeze tez muzlatish, Fast Cool tez sovutish, bolalardan himoya va bundan tashqari zarur holatlarda sovutish bo'linmasini o'chirib qo'yish imkoni ham mavjud. Shuningdek, muzlatkich o'zining elektr tejamkorligi bilan ham faxrlana oladi. Xususan, 10 yillik kafolat muddatiga ega inverter kompressor energiya sarfini bir necha marotabaga kamaytirib beradi. Xulosa qilib aytganda, sanab o'tilgan afzalliklari sababli Volmer muzlatkichi eng ideal tanlov bo'lishi shubhasiz.